Shukur qilamiz albatta. Bir daqiqadan kamroq vaqt bor hozircha birinchi raundda. Bu degani yetadi vaqt agar harakat qilsa, lekin Salomon unchalik ham o'chib qolgani yo'q. Bundan avvalgi jangda qozog'istonlik vakil birozgina charchab qolgandi, lekin Salomonda biroz kuch borligini va u belgi berayotganini ko'ryapmiz. Hozir mana referi aktivsizlik uchun jangchilarni stoykaga qaytaryapti. Jang stoykaga ko'chdi do'stlar. So'nggi 15 soniya. Salomon aktivlik ko'rsatyapti. Menimcha hozir ko'rsatish niyatida to'g'rirog'i. Aynan harakatlariga qaraganda. Chunki ikkinchi raundda deyarli boy berib bo'ldi. Juda qulay ushlab olgan hamyurtimiz, lekin biroz kuch kerak. Albatta, gilyotina bu kuch talab qiladigan uslub. Hozir 3-raundda qanchalik o'xshaydi bilmadim. Lekin katta kuch sarflab yuborsa biroz qiyin bo'ladi. Shuning uchun mana hozir qo'yib yuborish ham yaramaydi, chunki hozir juda qiyin vaziyatda qolib ketadi agar qo'yib yuborsa ham. Lekin ozgina bo'shashdi-da, Shohruh mana chiqib ham ketdi. Endi biroz himoyalanish kerak bo'ladi va imkon bo'ldimi?